Chegirmali narxlarda umra safariga bormoqchimisiz? $970 agar vizangiz bo'lsa 870 dollardan 30-iyun Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimizni chegirma qildik. Xudo xolasa mana shunaqangi chegirmalar o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammani qiziqtirgan sharoitlar masalasi standart sharoitlarimiz. Madina Munavvarada 100-200 metr masofadagi Shinam gastinisalar. Makka Mukarramada 700 metr masofadagi Diyor Al-Uraba nomli gastinitsamiz. Xudo xolasa avtobus yo'q, piyoda haramga bemalol kirib chiqsalaring bo'ladi. Qulay gastinitsani tanlaganmiz. Yangi gastinitsa, sharoitlari ham bexijolat. 4-5 kishilik xona joylashuvi. Madinada 2 mahal, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina ziyoratlari, Makka ziyoratlari Qizil dengiz sayohati firma hisobidan tashkillashtiriladi. Ko'pchilikni o'ylantiradigan narsa Ravza-i Sharifga tashrif masalasi. Ravza-i Sharifga alohida ishchi guruh o'z faoliyatini olib boradi. Albatta sizlarni Ravza-i Sharifga olib kirishadi. 50 boshlarimiz har bir reysda birga borib, birga kelishadi. Yuqori illi, tajribali, malakali 50 boshlarimiz sizlarga hamsafar bo'lishadi. Xudo xolasa va albatta 50 boshlarimiz tomonidan aeroportda kamzil, bejik, sumka, viza hamda qaytish ekanda 5 litrli Zamzam suvlari hadya sifatida taqdim etiladi. Va undan ham tashqari aziz yurtdoshlar, bizdan sizlarga bonus sifatida mana shunaqangi uchish yostiqchalari samolyotda hamda avtobusda yurganda sizlar xotirjam dam olishlaring uchun bonus sifatida qo'shib beriladi. Inshaalloh yana sizlarni qanaqangi qiziqtirgan savollar bo'lsa, albatta barchasiga javob berib o'tamiz. Bizga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqib, Telegram orqali bitta pasportlaringni tashab, o'zlaring joylaringni onlayn bron qilsalaring bo'ladi. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, endi chegirmali reysimiz 30 Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz $970 Birinchi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor, 4 dona joy qolgan. Ushbu reysimizning narxini sizlarga $1050 dan qilib beramiz. 5-chi Toshkentdan reysimiz bor, buni narxini ham $970 qilib beramiz. 7-chi Toshkent Jidda yo'nalishidagi reysimiz bor, buni narxini $1040 dan qilib beramiz. 8-chi, 15-chi, 22-chi, 29-chi Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz $1050 dan qilib beramiz. Xudo xolasa ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, Telegram orqali yoki WhatsAppdan pasportlar tashab berasizlar, aeroportga kelasizlar. Bir umrga tatigulik umra safarlaringda Centrum Holidays firmasi ishonchli hamsafar bo'la oladi. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega qonuniy firma orqali umra safariga borasizlar. Inshaalloh aziz yurtdoshlar, sizlarni yana qanaqangi savollar qiziqtirsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. 5 kishida 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ham aloqaga chiqaverasizlar. Chegirmalarimizni, skidkalarimizni qilib beramiz. Xudo xolasa, videomizga bitta like bosib, kommentariyaga yaxshilarlar yozib qoldirib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videomizni yuborib qo'yinglar. Obuna bo'lib qo'yinglar, arzon narxlarda, chegirmali narxlarda o'tkazib yubormaslik uchun.